16 yildan beri Yevropada yashayotgan Sharqi Turkistonning shimolida ma'mur bo'lib ishlagan, ismini oshkorlashni xohlamagan bir kishi ziyoratimizni qabul qilib, bu 2 yildan buyon Sharqi Turkistondagi yashinib qolgan ota-onasi bilan ko'rishmaganligini aytdi. Shundaqla o'zining sababi bilan 35 dan ortiq urug' tuqqanlarni turmaga va jazolash lagerlariga akirib qiyin qistoqqa olganligini, hatto Yevropadagi Xitoy konsuliga borsa, Uyg'urlarga kirib chiqish vizasi bermaganligini deb, kunlarining nihoyat besaramjonlikda o'tayotganligini bayon qildi. Amerika hukumat organlari Amerikadagi ba'zi shirkatlarning Xitoyning Xotandagi yig'ilish lagerida ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklarni import qilib, Amerika bozoriga sag'anligiga doir xabarlardan keyin mazkur masalani tekshirishga boshlagan. Yaqinda Birlashma Agentlik New York vaqti gazeti qatorliq axborot o'rinlari Amerikadagi Pajir tantarbiya kiyimlari shirkatining bu mahsulotlarni import qilganligini oshkorlagan edi. Xabarlarda bu mahsulotlar Tayda hassadorlik cheklik shirkati nomli Xitoy korxonasining Xotandagi yig'ilish lagerida qurilgan zavodlarda ishlab chiqarilganligi, bu o'rinda lagerdagi Uyg'ur tutqunlarining majburiy emgak silinayotganligi ilgari surilgan. Amerikadagi Davr jurnalining xabar qilishicha, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi bayonot e'lon qilib, Birlashma Agentlik va boshqa taratqularning xabarlarida tunji qatim bir Amerika shirkati import qilgan mahsulotlarning Xitoyning g'arbidagi yig'ilish lagerlarida ishlab chiqarilganligiga munosabatli ekanligi qayd qilinganligini bildirgan. Mazkur voqea Amerikada zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan. O'tgan hafta nurg'un universitetlar Pajir tantarbiya kiyimlarining mahsulotlarini sotib olishni to'xtatgan edi. Davr jurnalining xabarida qayd qilinishicha, Amerikadagi ishchilar haqlari komissiyoni nomli emgak tashkiloti har qanday majburiy emgakning universal belgilamiga xilof ekanligini eskartib, Pajir shirkati universitetlarga ta'minlagan mahsulot Birlashma Agentligining xabarida qayd qilingan lagerlarning ichidagi korxonada ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan aynan ekanligi bildirilgan. Amerika bilan Xitoy o'tirishga savdo urushining cho'qonlari besiqmayotganda, Amerika hukumatı 1,5 asrdan buyon davom qilib kelayotgan xalqaro pochta sistemasidan chekinib chiqmoqchi bo'layotganligini hamda pochta haqqi to'g'risidagi siyosatni o'zgartmoqchi bo'layotganligini jakkaladi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur pochta sistemasining belgilamasi bo'yicha Xitoydan Amerikaga avatiladigan pochtalarning pochta haqqi hozirga qadar izchil eng tuvan pochta haqqi o'lcham bo'yicha hisoblanib kelingan ekan. Bu vaqtdagi munozaralarning ko'payishiga ergishib, Oqsaroydagi aloqador xodimlar yaqinda buning tengsiz bahoni tugatishni maqsad qiladiganligini, Amerika hukumatining pat arada yangidan pochta haqqini bekitib chiqadiganligini bildirgan. Wall Street jurnali gazetining bu vaqtdagi bosh maqolasida ko'rsatilishicha, ilgirki baho o'lchimida Xitoydan Amerikaga avatiladigan posilkalarning pochta haqqi o'xshash posilkaning Amerika tavasidagi bir tashkilotdan boshqa bir shaharga pochtadan avatilish haqqidan ko'p arzonga tushadi ekan. Buning bilan Xitoydagi zavodlarning mollari Amerika zavodlarining mahsulotlariga qaraganda Amerika bozorida nechasi ko'p sotiladi ekan. Bu bo'lsa Amerika zavodlarining obrut miqdoriga og'ir ziyonlarni solmoqda ekan. Yana bir yoqdan arzon pochta haqqi tufaylidan Xitoydan ko'plagan soxta va sifatsiz mollarni Amerika bozoriga eqib kirgan. Buningga qo'shilib bir qism qonunsiz buyumlar va zaharli chekimliklarni pochta sistemasi orqali Amerikaga tarqalishga yo'l ochilganligi ma'lum. dekabr Pokiston Chirgilik qarshi turish sud mahkamasi Islomobodda Pokistonning sobiq bosh ministri Nawaz Sharifning zo'r sommalik mulkni yutkash hamda uning qonunliq kelish manbasini tushuntirib bermaslik sababidan 7 yillik muddat qamoq jazosiga hukm qilib, naq maydonda ijro qilib, turmaga olib ketgan. Nawaz Sharif 1993 yil noyabrda 1-navbatlik, 1997 yil fevralda 2-navbatlik, 2013 yili 3-navbatlik Pokistonning bosh ministerlik vazifasini o'tagan. 2017 yili iyulda Pokiston Oliy sud tarafidan poraxo'rlik va chiriklashgan degan gumon bilan bosh ministerlik vazifasidan elib tashlanib, davlat mas'uliyatini surishtirish idorasiga oilasi bilan qo'shib tekshirishga sunilgan.